Assalomu alaykum, sog'misiz, omonmisiz? Ana shunday tog'larning bag'rida uyingiz bo'lishini istaysizmi? Xo'sh, ana shu ko'rib turgan uyimiz sotuvga qo'yilyapti. Xudo xolasa hozir obzor qilib chiqamiz siz bilan birgalikda. Xo'sh, bu yerimizda lokatsiyasini boshida aytib ketaman. Qipchoqdan o'taverishda, Nukusga qarab o'taverishda 5 ta mahallasida Qiziluy deb nomlanadigan qishlog'imizda ana shu ko'rib turgan uylarimiz, hozir ichlari bilan ham tanishib chiqamiz. Sirtlari ana shunday ko'rinishda, shiperlari bor, shiperlangan. Chertaklari bor, garajlari bir emas, 2 dona garaji bor. Hozir siz bilan qisqacha uyning ichlari bilan tanishib chiqamiz va sirtlarini yana qaytamiz. Ko'rib turganingizdek, kengishlik, polniy mal, qo'y, bog'aman degan odamlarga ana shunday o'ng'ayligana mestalardan biri. Unda uyning ichi bilan tanishib chiqamiz. Ketdik. Kiraverishimiz bilan ana shunday kichkina garaj desak ham bo'ladi, bu yog'inda yozgi dalanimiz desak ham bo'ladi. Ko'rib turganingiz. Bu yog'imizda ko'rib turganingizdek, xonaga kirganingizdan keyin bu yog'imizda bir xona, 2 xona zal joylashgan. Hozir kichkina qisqacha tanishib chiqamiz. Uylarning xona bilan ham kirsangiz, pishlari bor, televizorlar, remontlari o'rta hol. Oladigan odamlar bo'lsa, o'zini xos qilib remont qilib olsa bo'ladi, bemalol qilib. Atak hozirgi holati o'rtacha, yomon emas, yaxshi emas bo'ladi. Ko'rib tur, bo'rimiz zalang, bo'rimiz zal. 8 ga 4.20 ekan bo'rimizning uzunligi. Buradan chiqishimiz bilan 10 qo'l qo'yadigan bo'lsak, bu yog'imiz kuxna dedingiz-a? Bu yog'imiz kuxna. Bunday kichkina kotyollar ham bor, ya'ni ovqat pishirish uchun pishlarimiz deymiz, shunday. Bo'rimiz kuxnaga planlab, maslab uzatilgan. Bu yog'imiz bo'rimiz, nima deydi, choy, ovqat ichmak uchun ana shunday kichkina yana bir xona desak ham bo'ladi. Bu yoqlarda pishlar ham bor. Remontlar ham ko'rib turganingizdek o'rta hol, albatta. Kimda shu uyni xarid qilib oladigan bo'lsa, o'zini maslab, remont qilib olsa bo'ladi bemalol. Hozir holat ham polniy tayyor kelib yashayversangiz bo'ladi, yashab o'tiribdi uy egalari. Bu yoqlarimiz ham yozgi spa joy desak ham bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, bu yerimiz ham chertak o'rin, usti chertaklangan yozgi spa desak ham bo'ladi. Bu yog'imiz banyaga planlashtirilgan, ya'ni kir mashin shunga o'xshash novlar. E'tibor bermaysiz, ozgina netmagan ekan. Shu yerda ana novlar ham taxlanib turibdi. Banyalar, ya'ni aristollar o'tgan, bari o'yi bor. Prosta ozgina remont qilish kerak. Tayyor banya desak ham bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, polniy aristollar, suvimizda suv bor. Polniy, keyin to'qdan, Wi-Fi'dan muammo yo'q. Wi-Fi ko'rib turganingizdek o'tgan. To'qlar ham umuman o'chmaydi deyotirsan. Umuman o'chmaydi deyotir. Gaz ham bu yerda bor, lekin bu uyimizga o'tirilmay qolgan sababi dokument, uyimizning dokument bari o'zi soz, gaz to'ralan bari taxlangan. Lekin o'tirilmay qolgan ba'zi sabablarga ko'ra, lekin bemalol siz kelib o'tirib olsangiz bo'ladi. Arg'i adashmasam 1 kilometrda aynangizda gaz kelib turibdi. 800 metr aynangizda gaz kelib turibdi deb aytib o'tyotir uy egalari. Albatta kelib ko'rib tanishsangizlar ham bo'ladi. Narxincha so'm deydigan bo'lsangiz, narxini ham albatta tanishtirib o'tib ketamiz. Hozir qisqacha uy obzor qilish ulqon yer ekan, to'g'risini aytaman. Dokumentda 6 sotik deb aytilyapti, lekin yer maydoni ko'p. Hozir malxoralarni ham ko'rsatib o'taman sizga. Bu yoqda mana garajlar ham bor. Mashinam turibdi, polniy tayyor garaj desak ham bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, akamiz chorva ishqiboz ekan. Ko'rib turgan qo'y qo'zilaringizda ham shunday deb bag'ib tayyor qilib qo'yibdi, ya'ni qo'y qo'zilar uchun. Bu yoqda malxorasi ham bor ekan. Hozir ko'rib o'tamiz malxoralarni. Bu yoqda ko'rib turganingizdek, mallar uchun отдельный chertak uzatilgan. Kengishlik zo'r, ajoyib mestalardan ekan. Mallar ham. Bularni ham sotib beraverasiz, joyi chiqsa, klienti bo'lsa.
mallardan. Ko'rib turganinizday ulkan ajoyib mestalarimizdan. Ana şu uy ko'rib turgan uyingiz, bu yoqda garaji bor. Bu yoqda mal qo'y qo'zilar uchun chertagi nesi bor, ko'rib turganinizday. Lokatsiyamiz kengishlik. Ko'l mana malbag'atan ko'l. Bu yoqda malbag'aton ko'l deyiladi ekan. Mana ko'rib turgan joylarimiz. Ana shunday keng dalada ishda deymiz-ku. Ana shunday joyda sotuvga qo'yilyapti. Ana bu ko'rib turgan uyimiz. Xo'sh, bu uyimizdan qisqa qilib ma'lumot berib ketamiz. Gaz o'tirilmagan, lekin kelib turibdi, tarttirib o'tirib olsa bo'ladi. Dokumentlari bari soz deydi. Uyimizning ham svet umuman o'chmaydi deydi. Wi-Fi, banya, shunga o'xshash bari vaji bor. Birgina gazni tartish kerak bo'lgani, qolgan bari sharoitlar bor. Ko'rib chiqqaninizday. Buni narxini aytadigan bo'lsak, 170 million aytilyapti. Albatta kelishimi bor. Pastda telefon nomerlarini yozib qoldiraman. Kimga qiziq bo'lsa, kelib, ko'rib, narx-navosini kelishib olsangizlar bo'ladi. Qilichvoydan o'tganingizdan keyin 5 ta mahallasi Qiziluy deb nomlanadi ekan. Ana shu yerga kelsangiz, ana shu yerdagi lokatsiyamiz ana shundayroq. Bu yog'imiz cho'l-cho'bil bo'lgandan keyin aniq lokatsiyani shunday deb aytib o'tyapman qisqacha qilib. Albatta uy egalarining telefon nomerlarini pastga yozib qoldiraman. Kimga qiziq bo'lsa, shu uy olaman, shunday kengishlik joylardan uy olaman deb yurgan odamlar bo'lsa, albatta kelib ko'rib narx-navosini kelishib xarid qilib olsa bo'ladi.